Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bismillahirrohmanirrohim deb tandirni qizdirishni boshladik. Mana mol hasib bilan mol qazi bilan tovuq qazini boshladik. Pishirishni tandirda o'tin yaqyapmiz hozir. Mana aziz obunachilar. Mana tovuq qazimiz, tovuq go'shtli qazimiz. Mana mol go'shtli qazimiz. Asaka choyxonasida bo'lyapti. Mana asaka choyxonasida pishiryapmiz. Mana asaka choyxonasida kelaverasizlar. Mana aziz obunachilar, tovuq go'shtli qazimiz. Mana soldik tovuq go'shtli qazini setkalariga, idishlariga, hozir tandirga soldik. Mana mol go'shtli qazimiz. Buni ham terib solib bo'ldik aziz obunachilar. Mana kelaverasizlar, kimga necha kilo kerak. Mana Xudo xolasa bismillahirrohmanirrohim deb pishirishni boshlaymiz. Mana dumbalarni ham qassobdan oldik. Mana cho'qlarimiz ham zo'r bo'lib bo'ldi. Cho'q bo'ldi. Xudo xolasa inshaalloh bismillahirrohmanirrohim deb tandirga solamiz. Bo'ldi mana. Tandirimiz bo'ldi. Mol go'shtlarni ham, dumbalarni ham qassobdan olyapmiz. Mana halol va toza go'shtlardan. Kelaverasizlar. Kimga necha kilo kerak? Tovuq hasib, mol go'shtli hasib, buqasidan dumbalar solingan. Kelaveringlar obunachilar. Telefon nomerlarini yuqorida qo'yib chiqqanman. Tandirda og'zini yopyapmiz aziz obunachilar. Go'zal va betakror bo'lib pishadi. Yoqimli, rosa shirin bo'lib pishadi. Xudo xolasa inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim deb boshladik. Xudo xolasa inshaalloh yaxshi bo'lib pishadi. Tandirda og'zini yopdik mana. Allohga shukr. Duo qilib turinglar.